Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Men bugun aqlingizdagi inson hozir siz haqingizda nimani o'ylayapti mavzusida rasklad qo'ymoqchi bo'ldim. Agar bu video sizga tasodifan chiqqan bo'lsa, balkim bu bejiz emasdir. Ehtimol taqdir sizga aytish kerak bo'lgan xabarni olib kelgandir. Demak, bugungi mavzuyimiz aqlingizdagi inson hozir nimani o'ylayapti? Ko'zlaringizni bir necha soniyaga yuming. Shu insonni ko'z oldingizga, tasavvuringizga keltiring. Demak, eslatib o'taman. Bu umumiy rasklad. Hamma aytganlar har bir inson hayotiga to'liq mos kelmasligi mumkin. O'zingizga mos kelganini to'g'rilab oling, eshiting. Bitta variant qildim, chunki ikkita variant uncha yoqtirmayman. Bir xil chiqadi. Qo'shilib ketadimi? Xullas shunaqa. 6-7 karta tortaman. Hammani energiyasi tushadi. Harakat qilaman. Demak, boshladik. Hozir aqlingizdagi inson siz haqingizda nimani o'ylayapti? Qarorlari nima? Ko'rsatib o'tib boraman. Dvoyka mechey his-tuyg'ularini yashiryapti. Qaror qabul qilishda ikkilanmoqda. Nima qilishni bilmayapti. Bu kartada. Sizdan yashiryapti tuyg'ularini. Shunaqa, o'zini bir qarori yo'q, ikkilanishda turibdi. Ikkinchi kartamizda o'tmishni eslayapti. Siz bilan bo'lgan yaxshi xotiralar yoki avvalgi munosabatlar uning xayolidan ketmayapti. Mana, o'tmish, birinchisi bilan uchrashgan kunlari, hodisalar, voqealar, munosabatlarni eslayapti. Tez-tez o'ylayapti, xayoliga kelyapti. Unutolmayapti. Uchinchi kartamiz 9 kubok. Sizni ko'rishni, muloqot qilishni yoki orzusi ushalishini istaydi. Ichida hali ham xohish bor sizga nisbatan. Endi shu sizlarni energiyalaringiz shunaqa ekanda, hozir masofada turibsizlarmi deymanda. O'ylayapti. Mana shularning energiyasi tushyapti ko'proq. Hozircha deydi, hozir shu kecha kunduzda sizni ko'rishni, muloqot qilishni yoki orzusi ushalishini juda istayapti. Ichida hali ham xohish bor. Siz yo'q deb o'ylayapsiz, lekin u uni emas. Mana qilich kartamiz chiqdi. Teskari chiqdi bu. Ochiq gaplashish qiyin, noto'g'ri tushunish, sir saqlash yoki haqiqatni aytmaslik ehtimoli bor. Sizga unday chiqmadi. Uzil-kesil hal qilardingizlar. Teskari chiqdi. Yana takror aytaman. Hozir mana bu karta ochiq gaplashishni qiyin gaplashishi siz uchun. Noto'g'ri tushunish, siz noto'g'ri o'ylayapti, sir saqlayapti. Sizni o'zi yaxshi ko'radi. Siz bilan birga bo'lish, oldinda aytdim-ku bu kartalarda. Siz bilan birga bo'lishni juda xohlaydi, lekin sizda
Sizga sir saqlayapti, shuni bildirmayapti. Ochiq gaplashishni ham xohlamayapti. Aniq qarori yo'q. O'ziga ishonmayapti. Haqiqatni aytmaslik ehtimoli bor. Xavotir olmang. Keyingi kartalarni yana aytadi. Bunda aytibdi. Siz juda o'ylayapti-da va harakat qilishga tayyor emas. Vaziyat to'xtab qolgan, u kuzatishni afzal ko'ryapti. Chunki o'zini aniq qarori yo'q, maqsadi yo'q. Siqilyapti. Umidsiz. Siz ham unga yo'l bermayapsiz-da, yaxshi unday iliqlik yo'q-da, umidsiz. Nima qilishini bilmayapti, qanday yo'l tutishni bilmayapti, qanaqa qaror chiqarishni bilmayapti, deyapti bu kartada. Mana bu kartada aytibdi. Zvezda kartasi uylanib turibdi mana. Yaxshi belgi bu, omad, vaziyatni yaxshilanishi, umid bor bu kartada. Lekin deydi, erkinlik, yo'l kutilmagan xabarni anglatishi mumkin. Uning hayotida deydi, harakat bor, deyapti sizga. Yoki u siz harakat qilmoqchi, u siz haqingizda o'ylasa ham hozircha aniq yo'l tanlashga harakat qilmayapti. Chunki o'zini bir maqsad, oldinga bosadigan maqsadda umid, qanaydir yo'l yo'q, ishonch yo'q. Turib, siz yo'l bermayapsizmi nimada? Taqillab ketib ham shu. Maslahat kartasi olamiz. Xotirjam va bosiq bo'ling, deyapti sizda. Mana buni turishini qarang. Turish umuman xavotirda, qanaqadir kulgim keldi. Zerikkanda, sizga qanday yo'l topib kelishni bilmayapti. Shuni maslahat beribdi. Ko'rdingizmi? Juda depressiyaga tushgan, siqilgan, deb qoladi har zamon. Qanday yo'l topsam, qanday qilib, siz bo'lmasa yo'l ochib turibsiz, unga kutyapsiz siz. Lekin o'sha mas'uliyatni bo'yniga olib, qanaydir shu yo'l topolmayapti-da. Tushuntirib bildim degan. Oxirgi karta maslahat kartasi olaman. Mana bu kartada mana maslahat kartasi chiqdi. Juda chiroyli karta bu. Juda kuchli va ijobiy kartada. Qarang. Yordam beryapti. Xotirjam va bosiq bo'ling, deyapti. Shoshilmasdan harakat qiling. O'zingizni qadrlang. Barqarorlik va ishonish birinchi o'ringa qo'ying. Hissiyot emas, aql bilan qaror qabul qiling. Uylanibsiz, voy kelmadi, yoki yarashamizmi, yo birga bo'lamizmi, bu bunaqa jimjitligiga umidimni ussam ham bo'ladi degan narsalar qilmang, deyapti. Fikrlamang. Agar bu inson sizga o'zi kelmoqchi bo'lsa, unga bosim o'tkazmang. Uning amallariga qarang, faqat so'zlariga emas, deyapti. So'zlariga qattiq o'zini bildirmaslikka harakat qilsa ham, amali siz tomonga diqqat qiling. Qanaqa amal qilyapti, harakat qilyapti, sezasiz, deyapti. Moliyaviy va shaxsiy barqarorligingizni mustahkamlashga e'tibor bering, deyapti. Bu karta shuni aytadiki, muhabbatda o'z qadringizni biling. Sabrli bo'ling va munosib munosabatni kuting. Shunda vaziyat siz uchun aniqroq tomonga o'zgarishi mumkin. Demak, bunaqa ahvolda bo'lishga sizni o'ziz ham sababchi bo'lyapsiz. Demak, chiroyli tushuntirdim. Hozir kech bo'lgan, kvartiramizda turaman. Noqulay bo'lishi mumkin. Shu uchun
qisqa valyunda tushunarli olib bordim degan umiddaman. Ertadagi raskladga uchrashguncha omon bo'ling, omad tilayman, salomat bo'ling.